Assalomu alaykum azizlar. Toshkent shahar markazida mana shunaqa o'rmon borligini bilarmidinglar? Shunaqa o'rmon bor. Ular juda ham tinch, sokin joy. Maza qilib dam oladigan bir maskan desak bo'ladi. Ajoyib, juda zo'r. Hozir mana soat 1lar atrofida obedga juda issiq tashqari, lekin mana shu joy juda salqin. Ancha katta joyni egallagan. Xo'p, ko'rishlaring mumkin, mana mashinalar. Anta mashinalar o'tyapti. Bu shaharning ichidagi o'rmon. Kichkina o'rmon emas, katta joyni egallagan. Juda tinch, sokin. Maza qilib oilaviy dam oladigan joy. Bu joyimiz hop qayerda joylashgan desam bo'ladi. Bu joyimizga yaqin joy Toshkent metrosi yaqin. Shunda Toshkent metrosining yonida. Kelinglar, maza qilib dam olib ketasizlar oilaviy.